Salom, hammaga sizlar bilan Husan. Bugun Oksigen YouTube kanalida birinchi video populyarlik savdosi to'g'risida bo'ladi. Populyarlik savdo o'zi qanday ishlaydi? Nega aynan Oksigen populyarlik savdo O'zbekistondagi yagona populyarlik savdo hisoblanadi? Keling shuni ko'rib chiqamiz va shu bilan birga populyarlik olish yoki sotish bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Populyarlik o'zi nimaga sotib olinadi degan savollarga populyarlik battle haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Keling, populyarlik battle'ga kirishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun profil bo'limiga o'tamiz va o'ng tomonda oluvchani ustiga bosamiz. Oxirgi yozuvni bossak, shu populyarlik battle hisoblanadi. Populyarlik battle'da yutish uchun sizlarga ko'proq populyarlik kerak bo'ladi. Uning uchun adminimiz orqali populyarlik sotib olsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda adminga bog'lanib olamiz. Uning uchun Oksigen YouTube kanaliga kirib, описаниедagi Telegram kanaliga o'tamiz va adminga bog'lanamiz. Agar YouTube kanal orqali Telegram kanaliga kira olmasangiz, Telegram qidiruv bo'limiga Oksigen PP savdo deb qidirib olamiz va chiqqan kanalga qo'shilamiz. Chiqqan kanalga qo'shilib olganimizdan so'ng adminga bog'lanamiz. Adminga bog'lanish orqali o'zingizning populyarligingizni sotishingiz yoki o'zingizga populyarlik sotib olishingiz mumkin. Mana endi siz O'zbekistonda yagona bo'lgan populyarlik servis haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Admin tunov-kech sizning xizmatingizda. Bizning yuz servisimiz va boshqa xizmatlarimiz Telegram kanalda. Silkasini kommentariyga belgilab qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chao.